Dard çekmengsiz aslo o'zim bilmay qolaman. Kasal bo'lmang dadajon, sizsiz o'lib qolaman. Qalqonimsiz borim, tog'lardayin viqorim. Sizni yaxshi ko'raman, mening dadajonim. Dada, sizni yaxshi ko'raman, sizdek yaxshi odam bo'laman. Sizga buni aytolmasam ham, dada, sizni yaxshi ko'raman. Hey dada, sizni yaxshi ko'raman, sizdek yaxshi odam bo'laman. Sizga buni aytolmasam ham, dada, sizni yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz va Shahroning aziz kuzatuvchilari. Bugungi navbatdagi xizmatimiz Xudo xolasa Qilchanoq elida ajoyib bir xonadonga tashrif buyurdik. Ya'ni Rashid akamizning xonadonlaridamiz. Bugun 21 fevral aynan Rashid akamizni tavallud kunlari. Shu munosabati bilan Shahro tabrik loyihasi va Banu sahna bezaklari bilan bugun xizmatdamiz. Farzandlari, o'g'illari, nabiralari, qizlari, barcha oila a'zolarimizdan chin dilimizdan tabriklab tashrif buyurdik. Ularga uzoq umr, sihat, salomatlik, oilaviy baxt tilagan holda ajoyib guldastlarni, shilli tortlarni birgalikda tabriklab taqdim qilib qo'yamiz. Qani ketdik. Dada bo'ldim, bildim. Dada, sizni yaxshi ko'raman, sizdek yaxshi odam bo'laman. Sizga buni aytolmasam ham, dada, sizni yaxshi ko'raman. Mehribonim, jonim dadam. Tashvishlari bilan ovora bo'lib, sizni har kun bir quchib aytishi kerak bo'lgan so'zni aytolmagan esi yo'q dada. Keling, sizni bir bag'rimga bosay. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Borlig'ingiz bizlarga tortiq. Kimim bordir padardan ortiq. Qanot opalarimiz tabriklab qo'yishlaringiz mumkin. O'zimdan ortib. Dada, sizni yaxshi ko'raman. Bo'g'zimga ne tiqildi shu dam. To'xtatolmas ko'z yoshim odam. Jon dadama, mehribon dadam. Sizni juda yaxshi ko'raman. Mehringizdan yashnab yuraman, mag'rur qadam tashlab yuraman. Dunyoda eng tabarruk inson, dada, sizni yaxshi ko'raman. Alamlarim ko'zlarim yoqay, yoningizga yuguray chopay. Keling bir bor bag'rimga bosay, dada, sizni yaxshi Ajoyib shilli tortlarni bilib qo'yamiz. qadringizni bilmaganim bor, aytganingiz qilmaganim bor. Kechirimlar so'rayman takror, dada, sizni yaxshi ko'raman. Jon dada, mehribon dada, so'zlarida mehr bor dada. Kamtargina pokisor odam, dada, sizni yaxshi ko'raman.
dunyoda sizni yaxshi Sağlıklı bir acayip filmi toplarını dinleyeceğiz. Ko'zlar denga o'ralib Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu ekan. Akalarimiz, opalarimiz barcha-barchangizga mana shu kun muborak bo'lsin. Qolaversa mana shu kun sohibi Rashtaga tabriklaymiz. Tavrida yonab yosh va navqiron bo'lib yurishingizni tilab qolamiz. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Mana shu farzandlaringiz vaqti kamolini ko'ring, to'ylarni ko'ring. Mana shu ajoyib surprizlarni kutuvdingiz. Mana shu arzimas bo'lsa ham sog'larni, chiroyli guldastalarni, shirinlik tortlarni farzandlaringiz, nabiralaringiz barcha yaqin a'zolaringiz nomidan tabriklab nasib berdik. Qo'ldan kelguncha sizni ko'nglingiz kutashga harakat qilyaptilar. Shuni 60 bahorni ko'rsinlar degan chiroyli gullar qazaklarini tasdiq qilib qo'ying. Onajoningiz bilan qo'sha qarab baxtli bo'lib, hojata, hojanon bo'lishlaringizni tilab qolamiz. Mana shu Ramazon oyida nimaiki orzu-umidlarimiz qilgan bo'lsak, Allohim o'zidan haqida yetirsin. Tabriklaymiz. Mana endi mana shu yerdan opalarimizdan, akalarimizdan chiroyli izhorlarni sizga bo'lgan dilqasomlarni bildirib bo'lsalar, ketidan sho'x-sho'x qo'shiqlarimiz bilan yana fayz ketishga harakat qilamiz. Qanomat opalarimizdan tinglab qolamiz. Qatnashchilari bugun meni qaynimning tug'ilgan kuni tabriklayman. Xudoyim mana kelinimiz bilan birga qo'sha qarag'ay. Shu o'g'il qizlarining raytini ko'rgay. Xudoyim eng yomon kunim shunday bo'lg'aysan. Yana bir bor tabriklayman. Yashag'aysan Xudoyim. Qaynajonim, tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. O'zining bilan qo'sha qarag'aysan. O'g'il qizlaring rohatini ko'rgaysan. Yine shunday yoshlardan bir ikisini ko'rgaysan, shunday sog'liqda, shunday yoshda, ko'rinishda bo'lib. Xudoyim saqallarimga oqishmay 100 yoshga yetgaysan. Ağacınga tabriklaymiz tug'ilgan kunlarni. Qo'sha qaringlar. Hamma shunga kelsak yaxshi kunlarga keling. Xudoyim berdaqni to'ynab shunday berib hammaga nasib etgay. Qo'sha qaringlar. Ke. Atadi. Tabriklayman de. Mamaga berin. Ağa tabriklayman tug'ilgan kuningiz bilan. Umr kuningiz uzoq bo'lsin. Eng yomon kuningiz shunday bo'lsin. Xudoyimizning atidan ham tabriklayman. Tata, Firuzamama tabriklayman. 100 yoshga kirgaysiz. Tabriklayman yana bir marta. Ata, apa tabriklayman. Vaqtimizda hamisha sog' salomat bo'lib, hammamizdan boshqa bo'lgaysizlar. Ağa yenge tabriklayman. Ağa tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Yengam bilan qo'sha qarab, kelin aqllan choliqlarning rohatini ko'rayvergaysiz. Ukangiz nomidan ham tabriklayman. Baxtli bo'lasiz Xudoyim. Tabriklayman. Tug'ilgan kuningiz qutlu bo'lsin Xudoyim. Umr yoshingiz uzoq bo'lsin. Yengam bilan qo'sha qarab, bolalaringizning rohatini ko'rayvergaysiz. Hepimizde sağ selamet yürüp tabriklayman. Ustoz, tabriklayman. 100 yoshlarga kiring. Vaqtimizga sog' bo'ling. Ustoz, tabriklayman. Vaqtimizga sog' yurgaysiz. 100 yoshlarga kiring. Tabriklayman Rashta. 100ga kiring. Tabriklaymiz Rashta. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Farzandlaringizni tamomini ko'rgaysiz. Baxtli bo'lasiz. Tabriklayman. Yoshing uzun bo'lsin ammo ko'p vaqtdan beri aytolmaydigan bir gapim bor edi sizga. Hammaning oldida aytaman. Men sizni yaxshi ko'raman. Men baxtimga sog' yurgaysiz. Og'am nomidan ham tabriklayman. Beraman. Berdaq ukam nomidan ham tabriklayman. Hammaga rahmat. Sizlarga omad. Rahmat, tilaklar, istaklar ijobat bo'lsin. Sizlarning ham uylaringizdan bilan to'ylar aramasin, yaxshi kunlardan boshlaringiz chiqmasin. Davom qilamiz tilak va istaklarni eshitishdan. Qanot opalarimizdan davom qilamiz.
tabriklayman. Umrlariniz uzoq bo'lsin, qo'sha qartaygaysizlar. Bayramlari bilan ham tabriklayman. Ro'zalariniz qabul bo'lib, niyatlaringiz bo'lsa hammasini erishgaysizlar, Xudoyim. Ballarınız rahatini ko'rish buyursin. Aqtiq chavoqlari ko'rib, Hacı ana, Hacı ota bo'lib yurish nasib etsin hamma vaqt. Shunday yaxshi kunlar bo'lsin hamma vaqt. Ağa, apa təbrikləmən, 100 yaşlara kirəysizlər, qoşa qarıqaysızlar. Aqtiqlarının, çavoqların rahatını görüb, Hacı ata, Hacı ana bu yurish nasib etsin. Hamma vaqt shu başımızda soyaban bo'lib yurgaysizlar. Təbrikləmən. Birda ukamın, Beramam namından təbrikləmən, Nazakat yengemin, Bunyodning namından təbrikləmən. 100 yaşlara kirəysizlər. Ata, sana tug'an kuningizni tabriklayman. 100 yoshga kiring. Rahmat, tilaklar, istaklar ijobat bo'lsin. Sizlarni ham tabriklaymiz otamizni. Mana Xudoyim bergan yoshlar vazn bo'ldi, qiziqarli yashayapsizlar. Endi qiziqarli jurnaliston nuqtasiga yetib keldik. Endi mana shu yerda opa-singillarimiz, akalarimizning orasida bir endi sizga chiroyli bir dilizxol bildiradigan yagona insoningiz opamizdan bir chiroyli bir tilizlarni bildirib o'tsalar. Qani marhamat. Hammangizga tilaklarga qo'shilaman. Tug'ilgan kunim bilan tabriklayman. Yoshlarga kirib yurganmiz. Ammo shunday yaxshi yo'llarda yurganmiz hammamiz. Shu bolalarimizning, qizlarimizning rahatlarini ko'rib, chog'liq yo'qlar ko'rib yurganmiz. Yoshlarga yetirgan. Rahmat sizlarga. Rahmat, tilaklar, istaklar ijobat bo'lsin. Qo'sha qarib vaqtli bo'lib, mana shu nabiralarni to'ylarni ko'rish sizga ham nasib qilsin. Hamisha bardam baquvvat, yosh va navqiron bo'lib hayot kechirishlaringizni tilab qolamiz. Tabriklaymiz, tavbatayamlar yana bir bor muborak bo'lsin. Endi mana shu yerda bizlar bilan birga hamkorlik qilayotgan Bonu sahna bezaklari bilan chiroyli bir esda qolarlik foto rasmlarga tushib olamiz. Ketidan sho'x-sho'x o'yin qo'shiqlarimiz bilan davom qildiramiz. Qani marhamat. Yoshdakamizga bo'lgan dilizxonlarni deb o'tsalar. Qani marhamat. Assalomu alaykum davra qatnashchilari, mana bugun ukamiz tug'ilgan kun ekan, muborak bo'lsin. Shu Feruza bilan qo'sha qarib farzandlari rohatini ko'rsinlar. El yurtda ota-bobolar Allohdan bo'lib unib o'sganlar. Farzandlarning hammasini ham aqtiq, chovliq, yoshlikda ko'rib rashidlarni qo'sha qarib baxtli, saodatli bo'lib, neki orzu niyatlari bo'lsa ularga erishib qo'sha qarsinlar, 100 yoshlardan oshdilar. Mana bugunlar shu oyda ro'za Ramazon oyi, shu ro'za oylari hammangizga muborak bo'lsin. Hammaning uyida shunday yaxshi kunlar, tug'ilgan kunlar, beshik to'ylar, sunnat to'ylar, farz to'ylar bo'lish nasib etaversin. Elimizda, yurtimizda hamma yaxshi kunlar, to'ylar ko'p bo'lay. Tinchlik, omonlik bo'lay yurtimizda. Hammangizni yana shu farzandlar uzoqlarga borib ishlar safarlarda, shu safarda yurgan yigitlarimizning safarlari bexatar bo'lsin, yo'llari ochiq bo'lsin. Hamisha sog' salomat borib kelib yurganlar, topqanlar ana shunday yaxshi kunlarga, to'ylarga beraversin. Uy-joylar qursinlar, mashinalar olib qo'ysin, neka orzu niyatlarini ishlab yurgan bo'lsalar, ularga erishaversin farzandlarimiz. Muborak bo'laversin, yana bir bor umr kunlaringiz uzoq bo'lsin, qo'sha qarinlar. Farzandlaringizning, aqtiqlaringizning, chavliqlaringizning, yotiqlaringizning rohatini ko'ringlar. To'y tomoshalarni birgalikda ko'ringlar. Ukam tug'ilgan kun ekan, 100 yoshlarga kirib yurgay, bolalarim rahatini ko'rgay, to'y etib o'tirgay, mashina mingaylar, sog'-salomat yurgaylar, Feruza bilan qo'sha qarib, bolalarim rahatini ko'rgay, Xudoyim, baxtli bo'lgaylar. Ro'za ham hammangizga muborak bo'lsin. Rahmat, tilaklar, istaklar ijobat bo'lsin. Sizlarni ham uylaringizda mudom to'ylar, yaxshi kunlar aramasin. Sizlarni ham tabriklaymiz. Endi chiroyli bir o'yinlar bilan davom qilamiz. Bugun dadalarim tavallud kuni. Shu sababli aynan Rashid akamizga bag'ishlangan qo'shiqlarimiz bilan davom qilamiz. Barcha-barchangizni davron joylarda taklif qilamiz.
Navbatdagi qo'shiqlarimiz. Aynan Raisha akamizga juda qolgani borimiz o'rgazga taklif qilamiz. Qanaqa joyda o'ynaymiz? Raisha. Qanaqa bo'lsa shu yerda qolamiz. Raisha. Qanaqa o'ynab yuramiz? Qara yo'l boshimda. Gözlerin bir yaşına Kımşık kaymakım Bağışana doymakım Kaymakım sen kaymakım Bağışana doymakım Şimdi
mushashimiz. Yasha. Vale. Hala kamon. Boysa. Aynen oyun. Gelin köşelerine doldurup yigitlerini olarına doldurup gelin köşelerine doldurup yigitlerini olarına doldurup çayda zorluk çaçalap yarlarını çayda zorluk çaçalap yarlarını hammasını orta yolda kaldırıp hammasını orta yolda kaldırıp Mopolopat, 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 sen seni harcaram, harcaram, başıma götürsem bilke bilke. Hayşa, hayşa. Şek, şek, şek. Şeker ya bak leblerim oyma, kırmızı dudaklara gerekmez bu ya. Şekeri apak leblerim oyma, kırmızı dudaklara gerekmez bu ya. Havasını çakın vurup durulan, havasını çakılar domba, yolun kıyameti buncalar domba. Lopolopa, 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 sen beni harcaram, harcaram, başıma götürsem bilke bilkeler. Lopolopa, 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 lopolopa. Hayşa. Hey, şek, 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 şek. Wow. Saçını nereye kestin? 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 Boyşa. Ha. Bakalım. Yaptığını kirli ağlarım. Tavyana dikirleri ağlarım. İsimler param kırık kırık gülersen. Öldürdü seni makileri ağlarım. Yandırdı seni makileri ağlarım. Hayşa. Oynadım senin hilayına yani. Ağızların canıma kurbanın. Oynadım senin hilayına yani. Ağızların canıma kurbanın. Ben Müslümanlardan başladım gerek. Nazım pınavın bana sevmektir. Nazım pınavın bana sevmektir. Yakırdı kirli ağlarım. Tavyana dikirli güllerin ağlarım. Yüzümden karam kırık kırık gülersem. Yıldırdı sana makilerin ağlarım. Yıldırdı sana makilerin ağlarım. Dağlamız. İstediğin uçlarla dağlamız. Sen sana yazımız. Kara kara boşaşıyoruz. Yaşa. Neyse. Toy bugün hemen karındaşlara. Aşığım gitti küçük yaşlara. Derrede dostlarım el oynasın. Sormuşum aytıp verin dostlara. Toy bugün hemen karındaşlara. Aşığım gitti küçük yaşlara. Derrede dostlarım el oynasın. Sormuşum aytıp verin dostlara. Hiç bizi ayrı koymasın. Gülüm yalan almasın. Bugün benim bak toyumda. Oynasa dostlar oyna. Oynalı kızdırdı oyunda. Ey başka pişlik oyunda.
Hiçbirisi ayrı kaymasın, köyün derman kalmasın. Bugün beni bak toyunda, oynasa dostlar oynasın. Hiçbirisi ayrı kaymasın, köyün derman kalmasın. Bugün beni bak toyunda, oynasa dostlar oynasın. Sağ kuşlarımız. Yeah. Canım dikkullarım, күнде саған барам, сенен хабар жоқ қой, салам әлде салам. Мені сен шақырсаң, тыспай жүріп барам, сүйдім сені гүлнарым. Ей жаным дикkullarım, күнде саған барам, сенен хабар жоқ қой, салам әлде салам. Мені сен шақырсаң, тыспай жүріп барам, сүйдім сені гүлнарым. Ауылыңа күнде барып қайтамын, көздеріңе махаббатты байқадым. Байқадым, көздеріңе махаббатты байқадым. Енді саған тәтті әндер айтамын, айтамын. Айша.
alkışlarımız. Tamam. Жаңбыр жақ бәріміңді тұрмайды сол өмір сәт есімде қалмайды судың бойында сені іздедім бәрі ойымда үміт үзбедім оппа күйгенді мен іздедім сенің мойныңда мені іздедім Жаным мені тап, енді мұнда келмейсің Әттен қап, сені қалай көрмеймін Судың бойында сені іздедім бәрі ойымда үміт үзбедім оппа күйгенді мені іздедім сенің мойныңда мені іздедім Жаңбыр жақ бәріміңді тұрмайды сол өмір сәт есімде қалмайды судың бойында сені іздедім бәрі ойымда үміт үзбедім оппа күйгенді мен іздедім сенің мойныңда мені іздедім судың бойында сені іздедім бәрі ойымда үміт үзбедім оппа күйгенді мен іздедім сенің мойныңда мені Tamam qilamiz navbatdagi qo'shig'imiz aynan Rashid akamiz va Ko'z opamiz bilan qara o'ynab kulamiz. Davlatim otam bor, davlatim otam bor, az mening mehribon onam bor. Yonimda yurarlar, meni yaxshi ko'rarlar, akam bor. Davlatim otam bor, az mening mehribon onam bor. Yonimda yurarlar, meni yaxshi ko'rarlar, akam bor. Dünyada bir mening yaqin insonlarim, eng yaxshi kunda yonimda turgan insonlarim. Dunyodagi mening yaqin insonlarim, eng yaxshi kunda yonimda turgan insonlarim. Yeah. Onalar o'ynasin, guldening qo'llariga yayrasın. Yonimga kelinglar, duolar beringlar. Yonimga kelinglar, duolar beringlar. O'ynasa yaxshi kunda o'ynasin. Dunyodagi mening yaqin insonlarim, eng yaxshi kunda yonimda turgan insonlarim. Eng yaxshi kunda yonimda turgan insonlarim.
qaytaman. O'chirdingmi? Ozmi ko'pmi xizmat qilganlarimizdan ko'ngillantirganimizdan bir fursatda Shahpro tabriklayotgan bo'ldi. Sizlarning yaxshi kunlaringizda, to'y va bazmlaringizda hamisha xizmatdamiz. Rahmat. Mana shu yerda endi yosh ulug' yerda onaxonimiz Qo'ysa akalarımızdan chiroyli bir duolar bilan bugungi tabriklarimizni yakunlasak. Qani marhamat. Hammeniz kasblaringizdan bereket topinglar, ağayın tuğallar hammasiga o'tib tabriklar. Rahmat. Sizlarning ham kunlaringda, shunday yaxshi kunlaringda, to'lg'an kunlaringda hamisha xizmatda turmoq nasib etavergay Xudoyim. Shu ro'za oyida meni hammangizga ishlaringizga xush-quvvat, rivoj, kasbingizda barakat toping. Ağayın tuğallarınız hammasini sog' salomatlikda uchramoq nasib etaversin. Rabbina atina fid dunya hasanatan fil ahireti hasanatan wa qina azoballah. Rahmat. Yaxshi kunlarda, to'ylarda diydor ko'rishmoq nasib qilsin. Tabriklar yana bor, muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Rahmat.